Yana bir bor assalomu alaykum. Qo'zak kuzatib boruvchilari, mana va'dadagi montajimiz o'z nihoyasiga yetdi. Vatga, hop, razmerlarimiz bilan tanishtirsak, 90 ga 1.78 bitta rom, 2.63 ga 1.78, 1.80 ga 1.78 ikkita rom. 2.63 lik 4 ga bo'lingan, 90 lik 2 ga bo'lingan. Hop, 1.80 ga 1.78 ligimiz 3 ga bo'lingan tagi. Hop, bu bir qavat gulligi oyna. Bu eshigimiz ham oldin o'rnatilgan edi. Aynagini bir qavat ko'k oyna degani gulli devorda. Bir qavat ko'k oyna, eshigimiz aynaga ham oq oyna edi, ko'k oynaga almashtirib berdik. Hop, padagonnik 20 lik komfort padagonnik. Taglari to'liq penalangan. Choklarigacha uzmasdan bitta o'sha burchakgacha olib borganmiz. Bu burchakdan bu burchakgacha olib borganmiz. Hop. Narxi 6.500.000 so'm olib kelib o'rnatishimiz bilan bo'ldi. Batga kesakisiga o'rnatib berdik. Oldin eshikdagi kesakisi qolgan ekan. Biz ham kesakini qog'izib o'rnatib berdik. Hamma liniyalar bir xilda ketgan. Hop. Hammasi urvenga, lazerga otilgan. 90 likda ochilish yo'q. Redpen Aldox 1 alyuminiy profil bo'lgan. Hop. Ikkitadan oshiq-moshiq. Mana yaxshi delfin. Ko'rishingiz mumkin. Hop. Yangi chiqqan tijdan zimniy letniy mikrofilari bo'ladi. Ikkitadan zatseflari ikkitadan. Hop. Bu alyuminiyimiz mana choklarini ko'rishingiz mumkin. O'rta qaytda chiqarib qilib berganmiz. O'rtalilarni mana choklari birga bir kelgan. Ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'q joy-joyda. Bunisi ham qanotda emas, choklar. Bundan bari hamisha alyuminiyni o'rta qaytdan chiqarib qilinadi, arrada chiqarilmaydi endi. Alyuminiyni tig'ini qo'ydik. Xudo xolasa go'zal holatda, oldingidan ham baquvvat holatda bo'ladi. Ochilishlari. Bunisini chapga ochiladigan qilib berganmiz. Ikkita 1.80 likda o'ngga ochiladigan qilib berganmiz. Hammasi ikkitadan oshiq-moshiq. G'ib o'sha mana. Hop, bu uyimizga SPS bosma rezinkalar original mana. Qishdagi holati. Hop, Akfa заводской резина. Padagonni bu boshdan boshlangan. Bitta uzilmagan va to'liq olganda bitta 45 gradus kesib bu tomonga olib ketganmiz. Ko'k oynasi bilan 6.500.000 ga olib kelib o'rnatib berdik. Bu o'zimizni opamizni uyi bo'ladi. Xudo xolasa mana go'zal holatda chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Hop, YouTube'da keyin ko'pchilik aka-ukalarimiz, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz tashayapti. Hisoblab bering. Aka, mana bu razmeri bunaqa hisoblab bering deyapti. Biz joyini ko'rmaguncha to'shni narx aytamiz. Ba'zi biri to'g'ri tushunib kelganingizda to'shni hisoblab berasiz deyapti, ba'zi biri qimmat sizlar ekan deb shunadi. Qachonki joyini ko'rib, qanaqa profil ishlatishimizga bog'liq bo'lib, keyin qilib beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Qo'sa ifaslar bilan.